Bir yigit tosh yurak malikaga oshiq bo'libdi. Shunchalik qattiq sevibdiki, visol uchun hamma narsaga tayyor ekan. Tosh yurak malika shart qo'yibdi. Agar sen meni chindan ham sevsang, buni isbotla. Menga onangning yuragini sug'urib olib kel. Shunda muhabbatingga ishonaman, debdi. Yigit biroz vaqt o'tib o'zini yo'qotib qo'yibdi. So'ng esa hayo-havasi g'olib kelib onasini o'ldirishga kirishibdi. Ona bechora esa taslim bo'libdi. Farzandining baxti uchun jon fido qilibdi. Yigit onasini o'ldirgach, uning yuragini sug'urib olibdi. Uni bir ro'molchiga o'rab yo'lga otlanibdi. Noqobil farzand yo'lda ketayotib qattiq qoqilibdi. O'zi bir yoqqa, qo'lidagi yurak boshqa yoqqa uchibdi. Yigit nogahon og'riqning zahmidan onajon deb yoribdi. Shu vaqt tuproqqa belangan hali sovib ulgurmagan ona yuragidan hazin bir ovoz kelibdi. Jonim bolam, nima bo'ldi? Biror joying og'ridimi? Hech qachon hoyu-havas uchun boshqa narsani qurbon qilma. Har bir ishga aqlan ham nazar sol. Senga bu yorug' olamda yor bo'lishi mumkin bo'lganlar soni talaygina. Lekin seni dunyoga keltirgan ota-onang yakka-yagona. Hech kim ularning o'rnini bosolmaydi. Yor tanlashda adashma, yor bilan hayoting to'kis bo'lsin. Bugun seni kimdandir, nimadandir judo qilgan yor ertaga o'zligingni ham yo'q qilib yuboradi.